أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم Mo'minlarga ayting, ko'zlarini yumishsinlar, nomahram ayollarga qarashlikdan ko'zlarini yumishsinlar. O'zlarining avratlarini Alloh buyurgan o'rindan boshqa joydan saqlashsinlar. Va kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna. Mu'mina ayollarga ayting, ko'zlarini nomahram erlarga qarashlikdan yumishsin va o'zlarining avratlarini saqlasin deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Ya'ni mu'min kishilarni fohisha qilmang deb buyurilayotgani yo'q. Fohisha qilmaslik albatta mu'min kishining sifatidir. Avratlarini ehtiyot qilishsin deyshtilar. Demak, gunoh yo'llarga qarashlikdan Alloh subhanahu va taolo man qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda kutiba ala ibn adama nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la muhala فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. متفق عليه. İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan hadis sharifda odam farzandiga zinodan bo'lgan ulushi kitobat qilingan. Ya'ni uni albatta inson hayotda shuni topmasdan iloji yo'q. Ikkita ko'zning zinosi qarash. Birinchi qaraganligiga, to'satdan qaralganiga inson javob bermaydi. Ammo ikkinchisiga inson javob beradi. Bu ko'zning zinodan bo'lgan ulushidir. Quloq buning zinosi fahsh, hayosiz so'zlarni eshitishlikdir. Til uning zinosi fahsh, zino kalimalarini gapirishlikdir. Qo'lning zinosi nomahram, o'zining nikohida bo'lmagan ayolni ushlashlikdir. Oyoq buning zinosi harom yo'lga tarafiga qarab yurishlikdir. Qalb xohlaydi, orzu qiladi gunoh ishlarni. Buni avrat tasdiqlaydi yo yolg'onchi qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu avrat, bu qalbdagi narsani tasdiqlab bu gunohga yurib qo'yadi yoinki bundan o'zini tiyib saqlab qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nohaq qarashlik haqida man ittala'a fi bayti qawmin bighayri iznihim faqad halla lahum an yafqa'u aynahu. Imom Muslim rivoyatlari. Kim bir kishilarning uyiga borib, ularning ruxsatsiz uyini ichiga qaragan bo'lsa, ularni haqqi bor uning ko'zini nobud qilib qo'yishlikka. Ya'ni ruxsatsiz uning uyiga qarashligi bilan ularga endi uy egalariga ruxsat bo'ladi shu narsaga. Bu narsa ba'zi odamlarga bu g'alati ko'rinishligi mumkin bu. Lekin bir qarashlik sababli qancha fitnalar vujudga kelgan. Bir qarashlik sababli oilalar buzilgan. Bir qarashlik sababli do'stlar do'stligidan judo bo'lib ketgan. Ibodat mana bu mu'minni, iymonlik mu'minni shu martabaga olib chiqadiki, Alloh subhanahu va taolo qarama degan narsadan o'zini tiyadi. Eshitma degan narsadan o'zini albatta eshitmasdan hayotini o'tkazadi. Birodarlar, eshitish bu uning zinosi, istimo, fahshga sabab bo'ladigan ma'siyatlarni eshitishlikdir. Endi bunga pul sarf qilib eshitishlik bundan katta gunoh yo'qdir, birodarlar. Va malaikalar Allohning payg'ambariga salovat aytadi. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Amin. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salah wa'fu 'anna ma'a jami'i nuqsanatiha bi fadlika wa karamika ya akram al-akramin. Allahumma asturna bi satrika al-jamil fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma ihfazna ya fayyad min jami'i al-balaya wal amrad. Allahumma asturna bi satrika al-jamil fi ad-dunya wal akhirah.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر. Da bir ikkita savollar ham tushgan edi. Shu savollardan zimnida ya'ni bu namozlarni barpo qilishlik ko'proq mana farzlar boshqa sekinroq o'qilsa, sunnatlar misol unga nisbatan boshqa tezroq o'qiladi-yu, shularda qanday tushunchaga oladi degan savolga javob shuki, namozlarni barpo qilishlik ko'proq mana farz namozlarda belgilangan bir suralar borki, ulamolar tarafidan sahobalar rivoyat qilishgan avvalda shu suralarni o'qishlik bilan ham barpo bo'ladi. Masalan, ertalabki namozlarga, farzlarga uzun suralar o'qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday o'qiganlar. Ba'zi rivoyatlarda borki, birodarlar, biz endi u narsalarni hech qaysini qilmayapmiz. Mana ko'p xulafolar ham xalifalarimiz sura Nahl, ya'ni 7,5 varaq bo'lgan bomdodga 2 ga bo'lib o'qishganlar. Sura Yusuf ham 7 varaqdan ko'p. Mana bu surani bomdod ertalabki namozlarga o'qishganlar. Barpo qilishlik ertalabki va xufton namozlarda uzunroq suralar o'qishlik bilan bo'ladi. Lekin shu bilan birga ertalabki namozning sunnatiga sura Kafirun bilan sura Ixlosni o'qiganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun sunnatlar qisqaroq bo'lishligini siri shundaydir mana. Ya'ni bu namozda ba'zida shom bilan azon etilgandan keyin takbirgacha namoz o'qiladi. Uni yana ham qisqaroq, yengil o'qishga harakat qilinadi. Shuning uchun farzlarga juda katta e'tibor berilishligi bu jamoatlarda juda e'tibor berib o'qilinishi kerak. Ko'pchilik bu yerda o'tirganlar mahallalarda, masjidlarda namozga o'tib qolishadi. Shunaqa vaqtlarda mas'uliyat yuklanadi shularga. Shuning uchun shunga tayyorgarlik ko'rib o'qilishlari kerak. Iloji bo'lsa namozga o'tishdan ilgari misvok tutib, xushbo'ylanib turib o'tish ham namozni barpo qilishlikning zohiriy holatlarini ba'zilaridandir, birodarlar. Alloh Rabbul Alaminni ro'barusiga chiqayotganligini bilib, Allohning kalimatlarini aytayotganda misvok tutilgan og'iz bilan aytishlik va xushbo'ylangan holatda bo'lishlik bu nihoyatda bu hamma shu sunnat amallarining ichiga kiradi, birodarlar. Namozni barpo qilishlik xullas sallu kama ra'aytumuni usalli. Men qanday namoz o'qiganligimni ko'rsam, shunday namoz o'qinglar deganlar. Shu barpo qilishlikka ko'p e'tibor berilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizga mag'firat bo'lishligiga sabab qilsin bugungi namozimizni. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Mehmonlarimizni qadamlariga hasanotlar bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga o'zi kifoya qilsin. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va